رسول الله حبيب الله نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allah'ın rahmetini kullanılan şeytanın azılık içinden Allah'a sığınıp panaha talep kılıman. Nəhayət şəfqətli ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Bizni bütün kainatını yaratgan, bizni dünya ve ahiretlik nicatlık yolu bolgan haq dini İslam diniga hidayet kılgan kudretlik Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ga çeksiz hamdlar olsun. Alemlerge rahmet kılıp evatilgen Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesine, Cenab-ı Resulullah ile birge hiç nefsini aymay, hiç gündüz haq dinini yetkizüş yolunda cihat kılgan barlık sahabalarga, onların yoluga izchil qiyomat gün qadar ergishib mangan barlık mümin Müslüman birodarlarga Allah'ın rahmeti, assalamu olsun. Assalamu alaikum, hürmetlik savoqdoshlar. Biz bugün Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi dersimizni davomlashtirish uchun biz bu yerga yig'ildik. Hammalarga Allah rahmat qilsin. Biz bugünkü dersimizin temisi Cenab-ı Resulullah'ın davet teşviqatıga bu Mekke müşriklere izchil qarshi turib, her xil usul, her xil vasitlarning o'zini qo'llanib kelgan. Hozirga qadar bu Cenab-ı Resulullah'ın sahabalariga bu her xil vasitlarni qo'llangan bo'lsa-mu, qiyin qisqoqqa ilish ve qiynash vasıtalarga ötmey kelgan edi. Bugünkü okulduğan dersimiz şu Cenab-ı Resulullah'ın davet teşviqatıga qarşı qo'llanıp kelgan har xil vasıtalarning hammasi hech qanday bir foyda manfaat etganmigan, hech qanday unumi bo'lmagandan keyin bu Mekke müşrikleri o Cenab-ı Resulullah'ın davet teşviqatını to'sish ve onu baka qilish uchun endi Müslümanlarni qiynash, azoplash vositasini qo'llanishni qaror qilgan. Biz bugungi dersimiz şu Cenab-ı Resulullah'ın sahabalarini qiynash, qiyin qisqoq qilish, Resulullah'ın davetini qabul qilib Müslüman bo'lgan barliq kishilarning o'zini qiynash, qiyin qisqoq olganlik haqida to'xtalamiz. Al-istihatatu, yana Müslümanlarni qiyin qisqoq qilib azoblash, qiynash. أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور، وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاجتهاد والتعظيم، ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية استشاروا فيما بينهم. Müşrikler biz yukarıda tilg'anib o'tgan usul vositalarni Nubuvatning 4-yilning beshida da'vat oshkor bo'lgandan keyin da'vatni bekor qilish uchun qadamma-qadam ishga soldi. Mush tariqada bir qancha haftalar, bir qancha oylar davomlashib o'tdi. Ular bu musulmonlarni qiynash, azoplash yo'liga halqib o'tmay, mush usullar bilan cheklanib, mush usullar bilan qisqarib kelgan. Lekin ular bu usulninki islomiy da'vatni bekor qilish, islomiy da'vatning kengayishining oldini olish jihatda hech qanday o'lim manfaatni his qilmaganligini ko'rib, o'zaro kengash etdi, o'zaro kengashdi. Ular endi musulmonlarni qiynash, ularning dinidan ozdirish ishlarini ip berishni qaror qildi.
Her bir kabile başlığı özünün kabilesinden İslam'a boysungan, İslam'ı din tutkan kişine azaplaşılan her bir hocayin özünün kullarının içinden iman yoluna tanlagan kişiye etildi. Endi bu məxsus kişilərin aldığı xoşəmətçilik bilan şoğunluq qalğan şu məxsus xocayinlarınki qol astidagi ularning xizmatini qiladigan quyruqchilar ham past nachar kishilarning o'zi o'z xo'jayinlari o'z cho'nlarining oqisidan jugurab minishi ularning rozi qilish ularning xohishi bo'yicha harakatlanish bu tabiiy ahvol edi. Ola Müslümanlara, bulup o Müslümanların içinden aciz, biçara Müslümanların özge onundan bütün bedeller, titrek gididigan, şörkünüp gididigan, aynı azaplarını mana o Mekke müşrikleri o Müslümanlarını, onu anlaştığın kalplerinin özü üzülüp getdik, aynı azaplar bilen tuttu. Ebu Cehil bir adamның Müslüman boğallığını anlap qalsa, onun şərifi, yoki onun qavmi içində bir qoğdulduğan, indi şərəflik bir kişinin Müslüman boğallığını anlasa, bu Ebu Cehil onunğa tənbih verdi və onunğa zərb verdi. Onunğa iqtisadi obro'yi cəhətdən iğir bir ziyonlarni yetkizdiganlik bilan qo'qoq soladi. Eğer o Müslüman bo'lgan shaxs aciz olab qolgan bo'lsa, uning o qavmi ichida hech qanday sharafi yo'q, obro'yi yo'q, uning qo'g'daydigan jamoatlari bo'lsa, uni shu zamon urdi va uni urushga boshqalarni kuch ketadi. Yani Osman ibn Affan radhiyallohu anhuning tog'asi, Osman ibn Affan radhiyallohu anhuni xorma qozonlaridan to'qilgan bir bo'rning ichiga sulagan. Ondan keyin u bo'rning ostidan u Osman radhiyallohu anhuga tutun qo'yib berdi. Musab ibn Umayr radhiyallohu anhuning onasi, o'g'li Musab ibn Umayr radhiyallohu anhuning musulmon bo'lganligini berib qolib, va uni yeyishdan, ichishdan cheklab, uning hech qanday suv, taom bermadi. Ve onu öz uydan qo'g'lab chiqardi. Yani bu Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu kishilarningki turmush jihatdan eng ne'matlangan, eng farovon turmushda edi. Mana bu Musab ibn Umayr radhiyallohu anhuning terisi xuddi yilon teri tashlagan o'xshash terilari ko'pib, ayda qurg'oqlashib ketgan. Endi Rumluq Suhayb ibn Sinan radhiyallohu anhu bu azoblanadi. Hattoki isini o'shini yo'qotib qo'yadi. Nima da'vat qilganligini bilmaydigan, ayda o'shini yo'qotgan holatda azoblanadi. Yani Umayyad ibn Xalaf al-Jumahining azob qilayotgan quli Bilal radhiyallohu anhu ham bu azoblanadi. Bu Umayya degan bu badbaxtning o'zi ening bo'yniga bir tal og'amchini qo'yib qo'ydi, uni ushoq bolalarga topshirib berdi. Ushoq bolalar bu Bilal radhiyallohu anhuni Makka tog'larida so'rab aylantirib yuradi. Va o Bilal radhiyallohu anhuni so'raydi, bu og'amchi Bilal radhiyallohu anhuning bo'yniga iz qoldiradi. O Bilal radhiyallohu anhu deydi, ahadun ahad. Allah bir deydi. Mana bu Umayya bu Bilal radhiyallohu anhuni qattiq urgan, qattiq qiynagan. Uni osi bilan uradi. Uni naiti quyosh issiq bo'lgan vaqtida bu sayliqlarda o'tirishga majburlaydi, xuddi osh qilishga majburlagan o'xshash. Uning dumi ham ig'ir bo'g'ini, uning hammasidan pek ig'ir bo'g'ini. Mana o Bilal radhiyallohu anhuni dal shu vaqtda havo bak qizigan vaqtning sirtqa olib chiqib, uni o'ngdonchisiga Makkaning sayliqlaridagi sayliq shag'il toshga tashib o'tadi. Ondan keyin bu aynanki maydisiga cho'ng qo'ram toshning o'zini olib qo'yishga buyurdi. O qo'ram tosh aynan maydisiga qo'yib qo'yiladi. Ondan keyin Bilal radhiyallohu anhu
Allah bilan qasam. Mush holatda davomliq bo'ladi. Hatto andikin deydi, ya Umayya deydiki, Allah bilan qasam, sen mush holatda turaversanki, sen yoki o'lsa yoki Muhammadga kafir bo'lsa, yoki Lat va Uzzaga ibodat qilsa, uning cho'qinsa deydi. Mana bu Bilal radhiyallohu anhu shu holatda turib, yana Allah bir deb tavhid aqidasida lazim turibdi. Deydir Bilal radhiyallohu anhu, agar men onun tummu bakroq sizlarning ochig'ingni keltiradigan biror so'zni bila olsam, men albatta bu so'zni yana deyman deydi. Mana Bilal radhiyallohu anhuning qashidan shunda azoblanayotgan holatda Bilal radhiyallohu anhuning qashidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir kun uydan ketib bordi. Halbuki ular o Bilal radhiyallohu anhuga shuni qildi. O Bilal radhiyallohu anhu o qartalik xizmatchi bo'lgan Bilal radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq setib oldi. Bu tarixchilar tarafidan deyildi, 7 o'qiga yoki 5 o'qi kumushga setib olgan, uni ozod qilgan deb. Mana bu ayni vaqtdagi bir o'qi bo'lgan bu o'lcham, jin o'lchami hozirgi zamonaviy tilimizda qilib aytganda 200 gram oltinga to'g'ri keladi ekan. Bir o'qi kumush 200 gram kumushga to'g'ri keladi ekan. Yani ba'zida 1 kilo 400 gram yoki 1 kilo kumushga setib olib, uni ozod qilayotgan. Bani Maqsum qabilasining ozod qilayotgan quli Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu, u va uning dadasi, uning onasi musulmon bo'lgan. Mushriklar, shu mushriklarning beshida Abu Jahl bor. Mana ularni bir oila kishilarini mushu qattiq qizib ketgan vaqtida bu sayliqqa chiqadi. Ularni mushu sayliqniki qiziq harorati bilan azoblaydi, qiynaydi. Ularning qashidan Janob Rasululloh ular azoblanayotgan shu holatda uydan ketib beribdiki, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabr qilinglar Yasir oilasi, cho'qim sizlarning va'da qilingan o'rninglar jannatdir degan. Yasir azobda o'lib ketdi. Abu Jahl Ammar ibn Yasirning onasi Sumayya onamizga uning oldi tarafiga nayzini cho'qiyotdi, shu sabab bilan o'ldi. Mana bu Ammar ibn Yasirning onasi Sumayya onamiz islomdagi tunji shahid ayol bo'ldi. Mana bu ayol bo'lsa-mu, Abi Uzayfa ibn Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Maqsumning azod qilayotgan quli Hayyatning qizi Sumayya edi. Hem bu ayol naydi yoshda cho'ngib qolgan, ojiz, qir ayol edi. Ammarga ba'zida qiziqlik harorat bilan azobni qattiq qildi. Bu qizib ketgan toshlarning o'zini uning maydasiga yana ba'zida qo'yib qo'yish bilan azoblaydi. Hem o Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhuni suvga cho'ktirish orqali azoblagan. Hattoki Ammar ibn Yasir o'zining xudini, o'zining isini yo'qotib qo'ygan. Mana bu Makka mushriklari Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhuga bunday deydi: "La natrukuka hatta tasubba Muhammadan aw taqula fil Lat wal Uzza khayran." Fawafaqahum ala zalika mukrahan wa jaa baqiyan mu'taziran ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Fa anzalallahu "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Bu Mekke müşrikleri Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu bunday deydi: "Biz seni hergizmi bunday bo'ldi qilayotmaymiz. Sen Muhammadni tillaysa yoki Lat
ve Uzza hakkında yaxshi gapni deysa dedi. Bu Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu ularga ashu gibiga mecburlangan holatda qo'shildi. Bu Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu Janob Rasulullohning qishig'a o'zira aytgan, shig'ilgan holatga keldi. Allah bu haqda men kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman degan oyatni tushirdi. Sura Nahlning 106-oyat. Kimki Allohga iymon etib bo'lgandan keyin Allohga kafir bo'ladi ekan, o kishining jazosi jahannam bo'ladi. Lekin bu kafir bo'lishga majburlangan bo'lsa, uning qalbi iymon bilan aram topgan bo'lsa, o kishi undoq bo'lmaydi deb bu oyatni tushirdi. Bani Abdullah Niki azap qilayotgan bir quluvati Abu Kayha deb chaqirildigan ening asli ismi Ablah. Mana o Azdi qabilasidan edi. Ular bu Ablah degan bu sahobani bu kunduzning yerimida qat pishg'irib chiqaradi. Ening putida temirdan bog'lab qo'ydi. Hozir zamonaviy tilimiz bilan qilib aytganda qo'lida putida ishkal bor. Ular onu kiyimden yalang'ochlaydi ve onu pishg'irib issiqda sayliqqa tashlab qo'yadi. Uning dumbisiga qo'ron bir toshni qo'yib qo'ydi, hattoki midalayanmaydi. Mana shu tariqada o davomli shunday azoblanish ichida bo'laverdi, hattoki esini yo'qotib qo'ymaydi. Şu tariqada azoblandı hattoki bu Habeşistonga ikkinchi qatimliq hijrat qildi. Mana ular ba'zida ening putini og'amchi bilan bog'lasa, andan keyin uni so'raydi, uni sayliq tashliqqa tashladi. Uni bo'g'at, hattoki o'ldi deb o'ylashadi. Onun qashidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'tib, uni setib oldi, uni Alloh roziligi uchun ozod qilib oldi. Endi bu Sibayil Xuzay qabilasiningki, Xuzaylik Siba degan kishining qizi bo'lgan Ummu Anmarningki ozod qilayotgan quli Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu shunday edi. Bu zot temirchi edi. Bu musulmon bo'lgan vaqtimizda uni xo'jayini o't bilan azoblagan, qiynagan. Mana bu ayol qizdilgan temirni olib keladi. Uning maydasiga yoki uning beshiga qanday qilib yoqdi. Muhammad alayhisolamga kafir qilish uchun. Endi u Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu bunda qiynash, azoblashlari iymonni Allah'a teslim bo'lishni ziyoda qiladi. Mushriklar ham bu Habbab ibn Arat radhiyallohu anhuni azoblaydi, qiynaydi. Uning bo'yonlarini sundirayotgandek to'lg'aydi. Uning chochlarini tortadi. Uni o'tga tashlaydi. Hattoki ular shu o'tning ustidan so'rab mangdi, bu o'tni faqat uning dumbisidan oqqan yog'lar qanday qildi o'chirib qo'ydi. Endi Rumluq Sinnira ismli dedek bak. O musulmon bo'ldi. O Allah to'g'risida azoblandi. Ening ko'zi bir musibat giriftor bo'ldi, uning ko'zi ama bo'ldi. Mana mushriklar tarafidan bu ayolga mana Lat va Uzza sana bu talafotni yetkazdi. Mana Lat va Uzzaning qavshiga ketib, seni mahvo qilib qo'ydi dedi. Bu ayol dediki Allah bilan qasam. Ma bunu Lat Uzza bunda musibatni, bunda balani keltirmaydi. Bu Allah tarafından kelgan bir sinov imtihon. Agar Allah xolisa bu sinov bu musibatni yechibdi dedi, ertasiga lanqib tong o'tirib Allah uning ko'zini qaytarib berdi. Qurayshlar dediki, mana bu Muhammadningki o'ynagan bir qism sehr o'yinlari bor deyishdi. Yani Bani Zuhra kabilesining
dedi ki Ummu Ubeys deb atıladigan bir dedek Müslüman bo'ldi, uni mushriklar azoblagan. Bo'libmi u ayolning xo'jayini Asvad ibn Abdul Yag'us qiynagan. Bu Allah'ın düşmanlarının işidiki Allah'ın peygamberininkə ən əşəddi düşmanlarının idi. Hem Resulullah'ın sağlık etken mesler kılgan kişiler idi. Endi Umar ibn Muammel Beni Adi kabilesinin onun bir dediki var, o Müslüman oldu. Umar ibn Khattab radiyallahu anh onu azaplaydı. O Umar radiyallahu anh şu günde müşrik idi. Umar radiyallahu anh o dedekinin uzunu uğrattı, hatta ki erip tutuşup kalattı. Ve onu taşlap koyaptı deydi. Allah olan kasem ben seni çağırtıp rahim kılıp taşlap koymadım. Fakat urup yerip sirkip kılıp taşlap koydum deydi. Deydir bu dedek yani şunun okşaş sana senin Rabbin şunda kılıdı deydi. Mana bu dedek ayollardan, kul ayollardan Müslüman bo'lgan, azaplangan ayollarning ichida Nahdiya degan bir dedek onamiz bor. Ham o'z qizi bilan birga azaplangan. Mana bu ikkisi Bani Abdudar jamoatidan bo'lgan bir ayolning xizmatkori quli edi. Yani qullarning uchun azaplangan kishilar uchun Amr ibn Fuhayr bor. O azaplanatda hattoki isini yo'qotib qo'yadi, nima da'vat qilganini bilmaydi. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu şu dedeklarni, qullarni hammasini setib oldi. Ularning hammasini azab qildi. Mush haqda Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuning darisi Abu Quhafa Salkaid dedi o, men seni aciz qullarni azab qilayotganligini ko'ryapman. Agar sen kuchlik bo'lgan kishilarni azod qilgan bo'lsang, albatta ular seni qo'g'daydi degan. Dedi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, men bu qullarni azod qilish orqali Alloh roziligini iroda qilaman degan. Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu'ni natilagan hem Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu'ning düşmanlarına sökkan, eyiblagan Qur'onning oyatini tushirdi. Dedi Allah Teala, فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Men sizlarni bu terilarni kuydiradigan o'tdan ogohlantirdim. Mana bu o'tga faqat shaqi badbaxt bo'lgan kishilar kiradi. Mana bu o'tga kiradigan shaqi badbaxt bo'lgan kishi bu payg'ambarligini inkor qilgan, dinni yolg'on chiqargan, haqni yuz o'rgan kishi. O Umayyah ibn Xalaf hem şunun şeklinde bütün diniga Müslümanlar karşılık gösterken, şular karşı meydanda tuğan barlık kişiler hakkında düşken bulur. Ve seyucennebuhal etqa ellezi yukti ma lehu yetezekka ve ma li ahadin indehu min ni'metin tujza illa bitiga'a vecihi rabbihil a'la ve lesevfe yardah. Mana bu devzaktan yüzünün iktisadını paklap, sakak kılıp vergen takvadar insan bu otun çıraklaştırır. Enin karşıda bir mukaffatlanıgıdak veren nimetten veren şeks yok. Fakat olsa yüzünün en büyük boğan perverdigarı Rabbinin razılığını izlep onu çıkın kılıp. Elbette yakında o Rabbiden razı olur. Sure Leyla'nın 21. ayet. Yani bu ayette oturup koyulgan şahıs Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu oldu. Şu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu akıllı düşken. Hem Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu o din yolunda, İslam yolunda her kıl eziyetlerle uçurur. Mana Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu'na Nevfel ibn Xuvaylid Adavi degan
bedbaxtning o'zi tutdi. Uning bilan birlikda Talhat ibn Ubaydullahning birga tutdi. Bu ikkisini bir og'amchiga bog'lab qo'ygan. Bu ikkisini namoz o'qishdan, diniy faoliyatlarni o'tkazishdan chetlashdi. Mana bu ikkisi bu Navbal ibn Huvayd al-Adaviyga hech qanday javob qaytarmadi. Sen namoz o'qamsizlar, o'qamamsizlar. Diniy faoliyatni yapamsizlar, yapamamsizlar. Yapamsanglar, yapamaymiz desanglar qo'yib berma, biz qo'yib bermayman deb har xil gap so'zlarni qilgan. Uning gibi hech qanday inkor javob qaytarmagan. Hem bu ikkisi onundan hech qanday tushib qo'rqib ketmadi. Faqat ular mushu oshkor qo'yib berilgan oldida namoz o'qiyotgan Menda qo'yib berilib namoz o'qish oldidan salatsaga. Demak, bizni qo'yib bermasa, namoz o'qiyolmay qolamizmi deb ansirgan. Ular andigan uzun qolmay qo'yib berildi, namoz o'qidi. Aşı jihatdan ular qarina. Bu ikki do'st ayrılmaz ikki do'st deb ataldi. Deyildi, aşına Osman ibn Ubaydullah. Yine Talhat ibn Ubaydullah radiyallahu anh'ınki qarindoshi Osman ibn Ubaydullah qilgan deyilgan. Xulos, ularning o'zi bir islomga kirgan bir odamni bilib qolmadi, lekin bo'lsa, uningga aziyat bilan har xil jazo bilan o'ttirib chiqdi. Mana bu ojiz musulmonlarga nisbatan nayto o'ng'ay oson to'xtaydi. Bunda azoblash qiynash. Bo'libmi o ojiz musulmonlarning ishidan yedaklar qullar bo'lsa, uni xalqancha urib so'qib, xalqancha qiynaydi. Ular üçün bir g'azab qiladigan, ularni himoya qilib qo'ydiqdek biror kishi yo'q edi. Xo'jayinlar, boshliqlar, ular mushu qiynash ishlari bilan ular o'zi ibordi. Ham boshqa aqlsiz, divan, past kishilarning o'zini kuch ko'rsatib qo'yadi. Lekin endi cho'ng kishilardan, jamiyatda o'rni va imtiyozi va sharafli kishilardan musulmon bo'lgan kishiga nisbatan bunda qiynash, xalqancha urib so'qish bu qiyin edi. Chunki ular bir o'z qavmi tarafidan izzat, sharaf, bir qo'g'dinish ichida. Shu jihatdan ularning o'ziga bu xalqancha urib so'qilgan unda jur'atli ishni bak oz qildi. Lekin ularning qavmlarining eng sharafliroq, yeni jamiyat o'rni va imtiyozi va ayda kishilar bu ayni qiynashga, uning azor berishga jur'atli qilgan bo'lsa-mu, lekin tuvan tabaqali kishilar xalqancha jur'atli qilolmaydi. Yine shundaqdan taqa zo'r bir ehtiyot qilish bilan, diqqat qilish bilanroq chiqiladi. Müşriklerin Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dan tutkan meydana. Ama Cenab-ı Resulullah nispeten Cenab-ı Resulullah bu misilsiz bir karakterge obrazlı yığılan. Onundan dost düşmanlarının köngülümü sel eymenip, onundan sel çoğun bildiğin aynı temkin, Ali Cenab şey. Mana o Ali Cenab karakterli ega bo'lgan o Cenab Resulullah o'xshash kishilarga hech qanday xalqancha udillasholmaydi. Faqat ayda ulug'liq bilan sharafga ega bo'lgan ayda kishilar udillashib gap qilolmaydi. Mana bu eng bunda pastkash, bunda razil qilmishlarni Rasululloh qarshi qilishga hech qanday jur'at qilolmaydi. Faqat kishilarning eng razillari en nacar pis kişilerinin özü cüretli kıldı. Şunu olan durup Cenab-ı Resulullah Ebu Talib'nin kovuluşu içindeydi. Ebu Talib Mekke'de sanağlık kişilerindeydi. Hem Ebu Talib bu aslında büyük bir kişiydi. Ademler arasında mı büyük idi. Mana bu bir adamın Ebu Talib'nin ehdisine bozuşka ve enin asli puştuna öldürüşüne, xalqancha urib so'qishni halol sanash, ruxsat sanashga bir odam bu jasorat ko'rsatmaydi, jur'at qilish bu qiyin. Mana mushu vaziyat Qurayshlarning o'zini
bu o'ltirdigan, o'rnidan qo'padigan, qo'pib o'tirdigan, shunday qiyin ahvolda qoldirib qo'ydi, bearam qildi. Mushu vaziyatni o'z Qurayshlarni bearam qilib, bu o'ltirib qo'padigan qilib qo'ydi. Ularning o'zini bu ahvol, bu sog'lom tafakkur qilishga chaqirdi. Mana bu sog'lom tafakkur ularning o'zini bu oqibati maqtalmaydigan, ehtiyot qilinadigan bu ishlarning o'ziga tushib qolmasdan bunda qarg'ish siqilish bu kerilishdan chiqirdigan sog'lom tafakkurga chaqirdi. Ularning o'sha ahvol bu Rasulullah'a mas'ul bo'lgan eng cho'ng mas'ul Abi Talib bilan suhbat o'tkazish yo'lini tanlashga boshladi. Lekin nəhayət ciddiçilik bu nəhayət zor bir hikmət var. Hem ular davatqan sözge Ebu Talib'ninki boysunugudek halatda yuşurun təhdid hem rikabet üslubunun məlum bir türü hem əstaidillik hem bir danalık bilen bu söhbət ötküzüş yolunu tanladı. Mana bu Abi Talib'dan qaşaga kelgan söhbət ötküzüş üçün Abi Talib'dan qaşaga kelgan Qurayshning emeklari. Qala İbn İshaq masha rijalun min ashrabi Quraysh ila Abi Talib faqalu ya Aba Talib inna ibn akhika qad sabba alihatana wa abad dinana wa saffaha ahlamana wa dallala aba'ana fa imma an takuffa anna wa imma an takhla baynana wa baynah. Dedi İbn İshaq, Qurayshlarning cho'nglardan bir odamni Abi Talibning qishiga mavt. Dedi ular, ey Abu Talib, cho'qim sening qarindishingning o'g'li bizning ilohlarimizni tilladi, bizning dinimizni aybladi. Bizning aqlli kishilarimizni to'p divanga chiqardi. Bizning ota-bobolarimizni ozg'un dedi. Yoki uning qarta bizdan sen uni bilsan deb uni to'xtat. Ya biz bilan uning o'rtasida ayrim qo'yib. Cho'qim sen bo'lsa, onunğa qarşı holatda biz turayotgan mushu butga iborat qilish, butga cho'qinishdan iborat mush aqidada. Biz sana onun qarta kifoya qilamiz dedi. Dedi ularga Abu Talib yumshoq so'zlarni dedi, ularni chiroyli qaytdi. Ular Abu Talibdan bu navbat qaytib ketdi. Janob Rasululloh uni o'zi qilayotgan shu oltida izchil davomlashdi. Allah'ın dinini g'olib qilish, Allah'ın dinini chaqirish uchun. Lekin Qurayshlar uzun sabr qilolmadi. Janob Rasulullohning o'zining xizmatida, o'zining Alloh tarafiga etgan da'vat tashviqot izchil davomlashib menayotganligini ko'rib, Qurayshlar uzun sabr qilolmadi. Bu Rasulullohning zikrini ko'p qildi, ham Rasululloh haqida har xil noroziliklarni bildirdi. Hatta ki bu Abi Talib'nin özüne qaytadan bir müracaat qilishni qaror qildi. Burunqidan misal qattiqroq, qo'polroq bir uslub bilan Abi Talib'ning o'ziga qaytadan müracaat qilishni qaror qildi. Qurayshlar Abu Talib'ga tahdid soldi. Qurayshun yuhaddiduna Abu Talib. Qurayshlar Abu Talib'ga tahdid soldi. وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى عنه وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسبيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. Bu Qurayshlarning cho'nglari Abi Talibning qashiga kelib dediga Abu Talibga, ey Abu Talib, cho'qim sening bizning ishimizda yeshing cho'ng, ham sharafli, ham o'rning va martabang va biz sendan sening qarindishingning o'g'lini tutishni talab qildik. Sen onu bizden to'smading. Cho'qim biz Alloh bilan qasam, biz buningga sabr qilolmaymiz.
bizning ilahlarimizni tillash, bizning aqlliq ishlarimizni dört divan deyish, bizning ilahlarimizni ayıplashdan iborat bu qilmishga biz sabr qilolmaymiz. Uni bizga qarta o'zing to's yoki biz o'zimiz tushimiz onunğa va sana birlikda biz tushimiz oshaqda hatto ikki firqaning birisi ilah qiladi dedi. Demek biz sana hem onun bilan birlikda qarshi bir o'lishga tushimizga ikkimizning birisi, ikki guruhning birisi ilah qilib tugaydi dedi. Azuma ala Abi Talib hazal va'id va tahdid shadid فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاصر وأنه ضعف النصرة فقال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ثم استعبر وبكى وقام فلما ظل ناداه أبو طالب فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا وأنشد والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضا وبشر وقر بذلك منك عيونا. Mana bu qo'rqitishlar, bu qattiq tahdidlar Abi Talibga keldi. Abi Talib Janob Rasulullohga elchi etdi. Dedi Abi Talib Rasulullohga qarindishining o'g'li, sening qavming mening qashimga ketdi. Dedi ular menga bunda gaplarni dedi. Sen o'zingni menimi oygan bo'lsang, meni kuchim yetmaydigan ishga zo'rlamagan bo'lsang dedi. Janob Rasululloh o'zining tog'isininki, ya'ni o'ziga yordam bermaydigan, o'zini yordamsiz tashlab qo'yganligini o'yladi. Ham u tog'isininki o'ziga yordam berishdan ojiz kelganligini o'ylab dediki, "Ey tog'a, Alloh bilan qasam, agar ular quyoshni mening o'ng qo'limga, oyni mening so'ng qo'limga qo'yib bersa, men mush ishni qo'yib qo'yish, mush ishdan voz kechish, tark etish asosida o quyoshni o'ng qo'limga, oyni so'ng qo'limga qo'yib bersa, Allah bu ishni oshkora g'olib qiladi yoki men bu ish haqida o'zim o'laman. Bu ishni tark etish badriganda qilsa, men bu ishni tark etmadim, buni tark etmayman dedi. Andikin bu Janob Rasululloh noat izilib, to'kilib yig'lab ketdi. Va tasonidan turdi, andikin orqasini qilib qaytdi. Mangda uni Abu Talib chaqirdi. Falamma aqbala Rasululloh Abu Talib oldini qildi dedi Rasululloh Abu Talibga izhab ya ibn akhi. Man qarindishimning o'g'li. O'zing yaxshi ko'rgan so'zlarida Alloh bilan qasam seni menga bir narsaga bera yomon ko'rgan bera ish tashurpam dedi. Tuvanki leshitning she'rini o'qidi. Alloh bilan qasam hargiz ular sana o'zi top holatda to'plashib hargiz ulishamaydi. Hattoki men tuproqqa dafn qilingan holatda topshirilganga qadar men hayotli bo'ladi ekanman, ular sana hargiz tegishli qilmaydi. Sen o'zingning ishini o'tirib qo'yib, sana hech qanday bir boshqalar sening qadringni, qimmatingni tuvanga tushiradigan bunda kam sundirish yo'q. Sen xushal bo'l. Sen buningga ko'nglingni xursand qilib, ko'nglingni o'rinlashtir. Bugungi darsimiz inshaalloh yig'ilishida hammamiz Alloh taolo bu darsimizdan foydalanish
manfaatlanishni hamda Cenab-ı Allah'ınki, Cenab-ı Resulullah'ın hayat faaliyetini ügünüp, Cenab-ı Resulullah'ın hayatımızda öyle kılıp nanışka Allah emrimizi muvaffak kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.